Leksiyimizden başlaymayız hürmetlik vatandaş. Birleşken Devletler Teşkilatı evvel Çislan aytaylı bugün Çislan 2021 yıl 5. ayının 9. günü. Birleşken Devletler Teşkilatı Uyguristan meselesi boyunca yığın açıdı. Beijing alaqzadı buluşqa başladı. Mavzulu xabar 5. ayının 8. günü Vanvet orbiti ilan qılındı. Xabar mındaq başlandı. Cumhuriyet Kompartiyasının Uygurlarga ziyankeşlik qilishi xalqaro jamiyatning jazosiga uchirdi. Nurg'un davlatlar hozir Cumhuriyetning qilmishlarini irq yo'qotish deb tasvirladi. Yani Cumhuriyetning jinoiy qilmishlarini irq yo'qotish deb tasvirladi. Cumhuriyet Kompartiyasi mushu oyda Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Komitetining raisi bo'ldi. Lekin Germaniya, Amerika ve Angliya hamda ko'plagan davlatlarda kelar hafta, yani mushu hafta tugaydi bugun, atidin boshlanadi hafta Uyguriston kishilik huquq yig'ini echish pishib yetildi. Uyguriston kishilik huquqi to'g'risida yig'in echish pishib yetildi. Kechiringlar. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemasini muhokama qilish. Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlar va fuqarolar jamiyati Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquqini qanday tashabbus qilish va qanday qo'llash bu yig'inda qaraladi. Kishilik huquqni qanday tashabbus qilish va qanday qo'llash bu yig'inda qaraladi. Bu yig'in ko'plagan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari qatnashib fikr bayon qildi. Beijing doiralari bu ishni anglab, aldirab, dinab, g'arb davlatlarining Cumhuriyetni ayblash to'lqini qatnashishni to'sishga urindi. Birleşken Devletler Teşkilatı aldirab, dinab, jiddiy uqtirish e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlarning Birleşken Devletler Teşkilatı'da echiladigan Uyguriston yig'ini qatnashishni junga cheklamoqchi bo'ldi. Reuters munda xabar qildi. Cumhuriyet Kompartiyasining Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq vakillar umiga 6. günü bir parça axborot e'lon qilib, kelar hafta Birleşken Devletler yig'inida echiladigan Uyguriston yig'iniga qatnashmaslikni talab qilib mundaq ko'rsatdi. Bu bir maydon siyosiy harakatni maqsad qilgan so'ron. Biz sizlarning Cumhuriyetga qarshi faoliyatlarga qatnashmasliklaringizni talab qilamiz. Cumhuriyetning axborotida yana mundaq ko'rsatildi. Ba'zilar Cumhuriyet Kompartiyasiga xiris qiladigan qarshilik chiqib berilyapti. Hamda yana tahdid silib mundaq dedi. Xiris qilish vaqalari texmi ko'p qarshilikni keltirib chiqaradi. Bilishimizcha bu qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'da chaqiriladigan Uyg'uriston yig'ini Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Germaniya, Avstraliya, Kanada qatorliq davlatlar o'rtaq ochadigan yig'indir. Amerika, Angliya, Germaniya elchilari bu hafta chorshanba kuni ekran orqali nutq so'zlaydi. Uyg'uriston yig'ini qatnashadiganlar jumladan Xalqaro kuzatuvchi tashkilotining ijroiya mudiri Bros hamda Xalqaro kechirim tashkilotining kotibi Kalamad qatorliq kishilik huquq tashkilotining rahbarlaridan iborat. Bu faoliyat Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemasini muhokama qilish, Birleşken Devletler Teşkilatı'ga a'zo davlatlarning Uyg'uristonda kishilik huquqqa qanday yordam berishini va qanday qo'llashni muhokama qilishni maqsad qilgan faoliyatdir.